Kerbala hadisi qandaq hadise? Nima uchun bu hadisada Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning jannat yashiraya deb sifatlagan narvasi mazlumlarcha, vahshiylarcha shahid qilindi? Bilginimizdek Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam vafot topgandan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan keyingi o'rinbosarlikqa sahobalar kengash orqali Hazreti Abu Bakr saylanadi. Hech qanday ta'tillar chiqmaydi. Hazreti Abu Bakr 2 yil 3 oy xalifa bo'ladi, ya'ni o'rinbosar bo'ladi. Hazreti Abu Bakr vafot topgandan keyin yana sahobalar kengash orqali Hazreti Umarni saylaydi. Hech qanday ta'tillar chiqmaydi. Hazreti Umar 10 yil 6 oy xalifa bo'lgandan keyin qasd uchrab shahid bo'ladi. Hazreti Umardan keyin sahobalar yana kengash orqali Hazreti Osmonni o'rinbosarlikqa saylaydi. Ya'ni hech qanday ta'tillar chiqmaydi. Hazreti Osman 12 yil xalifa bo'ladi. Bu jarayonda islom jug'rafiyasi nihoyat kengaydi. Islomga har xil fosiqlar va munofiqlar kirib oladi va islom jug'rafiyasining har taraflarida o'xshamagan shaklda isyon ko'tarilishga boshlaydi. Asiy isyonchilar tarafidan Hazreti Osman 12 yil xalifa bo'lgandan keyin vahshiylarcha shahid qilindi. Hazreti Osman shahid bo'lgandan keyin yana sahobalar kengash orqali Hazreti Ali nomzod ko'rsatdi va uningga bay'at qilishdi. Bu vaqtda Hazreti Osmanning Shamdagi valisi Muaviya Hazreti Osmanning qissasini olmoqchi, men hech kimga bay'at qilmayman deb Hazreti Aliga bay'at qilishni rad qiladi yoki kechiktiradi. Chunki Hazreti Ali xalifa bo'lgandan keyin tunji diqqatini va tunji ishini islom jug'rafiyasini muqimlashtirishga qaratgan edi. Ammo Muaviya eng avval Hazreti Osmanning qissasini erishimiz kerak deb Hazreti Aliga bay'at berishni kechiktiradi. Shunda qilib Hazreti Muaviya bilan Hazreti Alining siyosatdagi tutqayoni o'xshamaslik sababli o'rtasida bir qism surkilishlar yuz beradi. Hazreti Muaviya u vaqtda Shamning valisi edi. Sham rayoni bo'lsa bugungi kundagi bir qancha davlatlarni o'z ichiga oladi. Hazreti Muaviyaning atrofidagi kishilar san xalifalikka loyiq deb uni kushkirtdi. Shunda qilib Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan keyin tunji bo'lib islom davlatida, ya'ni islom xilofatida ikkiga bo'linish va yoki surkilish paydo bo'ladi. Ammo sahobalarning cho'nglari Hazreti Alining qilg'ini to'g'ri deb uning qishida mahkam turdi. Shunda qilib Hazreti Ali 4 yil 9 oy xalifa bo'lgandan keyin qasdga uchrab shahid qilindi. Hazreti Ali shahid bo'lgandan keyin cho'ng sahobalar maslahatlashish va kengash orqali Hazreti Alidan keyingi o'rinbosarlikqa Hazreti Hasanni, ya'ni Hazreti Alining o'g'li Hazreti Hasanni saylaydi. Ammo Hazreti Muaviyaning atrofidagi kishilar bunga rozi bo'lmay, xalifalikka o'rinbosarlikqa Hazreti Muaviya loyiq deb uningga bay'at qilishdi. Shunda qilib islom dunyosi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan keyin tunji bo'lib ikkiga bo'linish tahdidiga uchraydi. Bu vaziyatni yaxshi kuzatgan Hazreti Hasan islom dunyosining ikkiga parchalanishining oldini olish uchun o'zining xalifaligidan tushib beradi va Hazreti Muaviyaga bir qancha shartlarni qo'yadi. Bu shartlarning birisi bo'lsa, o'zi xalifalikdan tushib Hazreti Muaviyaning xalifaligiga bay'at qiladi. Muaviya o'zining keyingi xalifani bekitmaydi. U xalifani musulmonlar kengash orqali saylaydi degan shartlar bor. Hazreti Muaviya buningga qo'shildi. Shunda qilib Hazreti Hasan o'zining yo'lliq xalifaligidan tushib berib Hazreti Muaviyaga bay'at qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hayot vaqtida Hazreti Hasanni ko'rsatib turib, mana bu, ya'ni Hazreti Hasan ikkiga bo'linib ketgan ikki musulmonlarni birlik keltirdi deb xabar bergan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bu mo'jizalik hadisi vafot bo'lib 29 yildan keyin amaliyotga chiqqan edi. Hazreti Muaviya xalifa bo'lgandan keyin islom dunyosi qaytadan birlik kelib bir boshning ostiga, ya'ni bir xalifaning ostiga to'planadi. Shunda qilib Hazreti Muaviyaning xalifalik davri yaxshi adolat bilan o'tdi. Hazreti Muaviya 20 yil xalifa bo'lgandan keyin Hijriyaning 60-yili o'rin tutib yetib qoladi va o'lib ketish oldida o'zining keyingi o'rinbosarlikqa o'zining o'g'li Yazid ibn Muaviyani ko'rsatdi va uni bekitdi. Buningga cho'ng sahobalar va Hazreti Husayn qarshi chiqdi. Chunki bu Hazreti Hasan bilan tuzishgan sulhining shartiga xilof edi. Shundaqla islom davlatining rahbar boshliq saylash tuzumiga zid edi. Chunki islom davlatida, islom siyosatida boshliq saylan bilan adil olib beriladi. Hech kim o'zining bolasini yoki tuqquni bekitish huquqi bo'lmaydi. Lekin Hazreti Muaviya o'zining keyingi islom jug'rafiyasiga davolg'ishni ko'z tutib, islom ummati parchalanib ketadi, yana kishilar boshliq saylashda ikkiga yoki undan ko'proq bo'linib ketadi degan qarash bilan o'zining o'g'lini keyingi xalifalikka saylaydi. Shunda qilib Muaviyaning o'g'li Yazid ibn Muaviya xalifa bo'lgandan keyin buningga Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar qatorliq cho'ng sahobalar qarshi chiqdi. Hazreti Husaynni qarshi chiqdi. Shundaqla uningga bay'at bermaydi va Hazreti Husayn Madinadan Makkaga ko'chib ketdi va Makkaga berib bo'lgan ahvollarni va vaziyatni ko'rsatdi. Bu oraliqda Hazreti Husaynga Iroq tarafdan nurg'unlagan xatlar keldi. Ey Hazreti Husayn, xalifalik sizning haqqingiz. Biz sizga bay'at qilamiz. Biz Umaviylarga, ya'ni Yazid ibn Muaviyaga bay'at qilmaymiz. Sizni xalifa deb taniymiz degan va'dalar bilan to'shqan nurg'unlagan xat keldi. Bu ahvollarni ko'rsatgan Hazreti Husayn bu ahvollarni bilib beqish, ta'kidlab beqish uchun o'zining tog'asining o'g'li, ya'ni ikki tuqqan qarindoshi Muslim ibn Aqilni Iroq tarafga
tarafga, ya'ni Kufaga avatdi. Muslim ibn Aqil Kufaga borgandan keyin u yerdagi Hazrat Husaynga va'da bergan kishilar uni nihoyat qizg'in qarshi oldi. Muslim ibn Aqil Kufaga borgandan keyin Muxtar Saqafiyning uyiga tushdi va shu yerga Hazrat Husaynga va'da bergan kishilarning cho'nglarining hammasi to'plashdi. 18 ming kishi Hazrat Husaynga yordam beramiz, uni qo'g'daymiz, uning xalifaligiga bay'at qilamiz deb Muslim ibn Aqilga ahd berishdi. Bu ahvollarni ko'rgan Muslim ibn Aqil bo'lgan ahvollarning hammasini yozib Hazrat Husaynni xotirjam qilish uchun uning xat avatdi va bu yerda sizga yordam bergudek kishilar borkan, sizni qo'g'daydigan deb uni xotirjam qildi. Muslim ibn Aqilning Kufaga kelib Hazrat Husaynni qo'llaydigan Yazid ibn Muaviya qarish kishilarni atrofiga to'plaganligini shu vaqtdagi Kufaning valisi Nu'man ibn Bashir ko'simi ko'masga soldi. Bu ahvollarni xabar topgan Yazid ibn Muaviya Kufaning valisi Nu'man ibn Bashirni elib tashlab uning o'rniga Ubaydullah ibn Ziyadni qo'ydi. Ubaydullah ibn Ziyad bo'lsa nihoyat qonxo'r zolim kishi edi. Ubaydullah ibn Ziyad vali bo'lgandan keyin Muslim ibn Aqilning atrofiga to'plashgan va uningga yordam berishga va'da bergan kishilarning cho'nglarini sulaydi, tutadi, ba'zilarini o'ltiradi, ba'zilarini mol pul bilan setib oladi. Shunday qilib Muslim ibn Aqil oxirida yolg'iz qoladi. Muslim ibn Aqilni, ya'ni Hazrat Alining akasininki o'g'li Muslim ibn Aqilni tutib akilib, shu yerdagi eng egiz imoratning ustiga chiqib, egizni tashlab o'ldirdi. Ammo Hazrat Husayn bo'lgan ishlardan xabarsiz edi. U Muslim ibn Aqilning uni xotirjam qilgan xatini topshirib olgandan keyin Rasulullohning jamiyatida nurg'unlagan kishilarni, ya'ni o'zining bolasini, akasi Hasanning bolasini va Ja'farning bolalari qatorliq Rasulullohning jamiyatidan 90 necha kishi bilan Kufa qarab yo'lga chiqmoqchi bo'ladi. Bu vaqtda Abdullah ibn Umar va Abdullah ibn Abbas qatorliq sahobalar haj qilib qoldi. Ya'ni ati Arafat degan kunisi hojira kelsin. Bo'lgan ahvollarni texnik aniq bilayli. Agar ahvol shundoq bo'lsa, bag'in. Agar undoq bo'lmasa, bormag'in, to'xtag'in deydi. Lekin Hazrat Husayn ya hozir eng muhim qildigan ish haqliq bo'lgan huquqni qo'lga olish deb Makkadan Kufa qarab yo'lga chiqdi. Hazrat Husayn va uning atrofidagi 90 necha nafar kishi Qodisiya degan yer kelgan vaqtida bo'lgan ahvollardan xabar topdi. Hazrat Husayn darhol keyniga yanmoqchi bo'ladi. Lekin Muslim ibn Aqilning vahshiylarcha o'ldirilganligini anglagan Muslim ibn Aqilning tuqqanlari Muslim ibn Aqilning qisosi bo'lsa, elib qaytmaymiz deb turadi. Shunda qilib Hazrat Husayn va tuqqanlari, ya'ni Kufa o'monga yo'lni davom qiladi. Ular Karbala degan yer kelgan vaqtida Ubaydullah ibn Ziyadning 4000 kishilik qo'shini ularning oldiga chiqdi. U qo'shinning boshida bo'lsa Umar ibn Sa'id ibn Abi Waqqas bor edi. Hazrat Husaynning atrofida 90 necha kishi, uning ichida bolalar bor, ayollar bor, ammo qarish tarafda bo'lsa ig'ir qurollangan 4000 kishilik qo'shin bor. Hazrat Husayn ularning niyatining buzuqligini bilib, xatarlik ahvolga duch kelganligini his qildi va ularga 3 taklif sunib, xohlagan birini qabul qilinglar dedi. Bu 3 taklifning birinchisi bizni kelgan yerimizga ketkilik qo'ying. Qaytib ketaylik. Agar uning qo'shilmasanglar, bizni shu vaqtga o'zini xalifa deb e'lon qilgan Muaviyaning o'g'li Yazid bilan kurashtiringlar. Agar buningga qo'shilmasanglar, bizni shu vaqtda jihad qilayotgan islom qo'shinlarining xohlagan biriga bizni ketkilik qo'yinglar. Biz shular qo'shib jihad qilaylik. Umar ibn Sa'id ibn Abi Waqqas Hazrat Husaynning bu taklifini Kufaning valisi Ubaydullah ibn Ziyadga yetkazdi. Ubaydullah ibn Ziyad bo'lsa, hargiz bo'lmaydi. Keskin taslim bo'lish kerak. Shundaqla asir holati tutib kelinglar. Hazrat Husayn asir bo'lib taslim bo'lishni keskin rad qildi. Ular Hazrat Husaynni taslim qildirish uchun ularning suv manbasini uzib o'tdi. Ayollar, bolalar uslashga boshlaydi. Hazrat Husayn tuqqanlarga va o'zidan birga kelgan kishilarga ularning maqsadi faqat men. Shuning uchun qorong'i tushgan vaqtda sizlar qaytib ketinglar. O'zinglarni qutqizinglar. Meni tutsa, ular sizlarni qo'g'lamaydi. Ammo Hazrat Husayndan birga kelgan tuqqanlari, Rasulullohning avlodlari hargiz unda qilmaymiz. Seni hargiz yolg'iz qo'ymaymiz. Sen jihad qilsang, birga jihad qilamiz. Sen shahid bo'lsang, birga shahid bo'lamiz deydi. Shunda qilib milodiy 680-yili 12-oktyabr kuni, Hijriya 61-yili Muharramning 10-kuni Umar ibn Sa'id ibn Abi Waqqas boshchiligidagi qo'shin Hazrat Husaynning atrofidagi kishilarga hujum qildi. Qo'shindagi ba'zi qo'mondonlar va ba'zi askarlar o'zlarining Hazrat Husayn qarshi urush qilish uchun ularni o'ldirish uchun chiqqanligini bilmaydi. Faqat ularning oldidan turish uchun chiqdi deb biladi. O'ldirish buyrug'i tushirilgandan keyin bir qancha qo'mondon qatorliq 50 nafar kishi Hazrat Husayn tarafga o'tdi. Lekin bu tengsiz urush nochi vahshiylarcha elib berilib, Rasulullohning jamiyatidan nurg'un kishilar shahid qilindi. Hazrat Husaynning atrofidagi uni qo'g'dayotgan sahobalar bir-birlab o'ldirildi. Oxirida Hazrat Husaynga qilich urib kallasi uzildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jannat yoshlari deb sifatlagan Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning narvisi mana shundoq o'zining musulmon davosini zolimlar tarafidan vahshiylarcha shahid qilindi. Shundaqla bu urushda Hazrat Alining Hazrat Husayndan boshqa 5 bolasi shahid qilindi. Ja'far ibn Abi Talibning 2 o'g'li shahid qilindi. Aqil ibn Abi Talibning narva va bolalari 5 kishi shahid qilindi. Hazrat Hasanning 3 o'g'li bu urushda shahid qilindi. Hazrat Husaynning 2 o'g'li shahid qilindi. Faqat Hazrat Husaynning kichik o'g'li Ali Zaynul Abidin saq qilib, Rasulullohning nasibi uningdan davom etdi.
Kufadagi Hazreti Husaynni qo'g'lashga va'da berib, keyin setib ketgan kishilar Hazreti Husaynning o'ldirilganligini anglab, nihoyat qattiq pushaymon qilishdi va o'zlariga bu kunni motam qilib tutib oladi. Ular o'zlarini Shia, ya'ni Rasulullohning oilasining himoyachilari, qo'g'duvchilari deb atib olgan bo'lsa-mu, Hazreti Husayn qilgan xiyonati uni qo'g'diyolmaganligi tufayli Muharramning 10-kuni o'zlarini urib, qamchilab o'zining gunohidan paklanmoqchi bo'ladi va Hazreti Husayn shahid qilingan Karbaloni muqaddas joy qilib oladi. Bu echinishlik voqea islom ummatining qalbida ajoyib unutilmas jarohatlarni qo'ygan bo'lib, Hazreti Husayndan keyin Umaviylar qarshi tarixda nurg'unlagan inqiloblarga sabab bo'ldi. Taki Umaviylar davlati yiqilg'uchilik davomlashadi. Bu hodisa yuragimizni shunchalik dog'lasimi, albatta bu hodisaning yuz berishida biz uchun nurg'unlagan ibratlar bor. Hazreti Husaynni shahid qilgan kishilar musulmon kishilar edi, lekin zalim, qonxo'r kishilar edi. Shuning uchun islomdagi jihadlar, kurashlar, zulm qarshi elib berdi. Husaynlar shahid bo'lishi mumkin, ammo uning qinidan terilgan mujohidlar shu qum zolimni yemirib tashladi.